spiralni xavf solayotganini qancha vaqtda bilsa bo'ladi. Endi agar sizda har safar spiraldan keyin og'riq bo'layotgan bo'lsa, ya'ni jinsiy aloqadan keyin og'riq kuchayib ketayotgan bo'lsa, shifokorga borasiz. Sizni u yaxshilab spiralingizni ko'radi, uzi qilib ko'radi, ya'ni mana bu vaginalni uzi qilib ko'radi, tepadan ko'radigan uzilar qilib ko'radi. O'zi birpasda bilinadi spiral yaxshi nima o'rnashmayotgani. Endi o'tgan yili dekabrda qo'ydirgan ekansiz. O'zi har 6 oyda lecheniya olish kerak simbol. Endi danniy momentda agar umuman doktorga bormagan bo'lsangiz, borish maslahat beraman. Tezroq borib ko'rinib keling. Men o'zim ham sal bo'lsa sirazi xavotir olaman, chunki o'zimda ham spiral bor. Gormonli narsalar umuman qabul qila olmayman, sabab sog'lig'imga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun men majbur spiral qo'ydirganman. Lekin o'zim ham shundan xavotir olib yuraman. Har doim o'zimga borib tushib kelaman.